Himmat. Himmat nima degani? Saxovat, to'g'rimi? Himmat nima? Bizda oliy himmat inson desa faqat nima tushuniladi? Saxovat tushuniladi. Demak faqatgina boy odam oliy himmat bo'lishi mumkin ekanda unda. Ulul himma deyiladi arab tilida, oliy himmatlik. Bizda tushunchada oliy himmat faqat boylar bo'lish kerak. Kambag'allar, to'g'ri, masalan, faqat pulga taqalsa oliy himmatlik. Kambag'allarda bunga imkoniyat yo'q. Birodalar, oliy himmat degani oldingizga yuksak, oliy maqsadni qo'yishlik. Masalan, kurashdan rayon chempioni bo'lsam bo'ldi dedimi bittasi? Bu oliy himmat emas bu. Olimpiyskiy o'yinlarda, Olimpiya o'yinlarida men birinchi o'rinda olaman desa, mana shu oliy himmat bo'ladi. Oliy himmat maqsadni eng oliysini ko'zlashlik. Sport bo'lsin, tijorat bo'lsin, ilm bo'lsin, hunar bo'lsin, siz yetishingiz mumkin bo'lgan eng oliy maqsadni ko'zlashlik oliy himmatlik deyiladi. Anbiyolarning himmati ikki narsaga ta'alluq topgan. Birinchisi Al-Aliyul A'la bo'lgan Alloh taologa ta'alluq topgan hamda haloyiqning salohiyatiga ta'alluq topgan. Martabangiz qanchalar yuksalgani sari himmatingizni doirasi ham kengayib boradi. Martabangiz Allohning huzurida martabangiz qanchalar yuksalgan sari himmatingizni doirasi shunaqa kengayib boradi. Ya'ni misol bir baland toqqa ko'tarilishda boshladingiz. Ko'tarilganingiz sari ko'zingiz kengroq maydonni ko'radigan bo'ladi. Ko'tarilganingiz sari maydon kengayaveradi. Tog'ning cho'qqisiga chiqqaningizda esa juda ham katta masofani ko'rasiz. Xuddi shunga o'xshagandek, Allohga yaqin bo'lganingiz sari birodar, himmatingiz doirasi kengayib boraveradi. Allohga yaqin banda dunyoda mayda-chuyda masalalar bilan ovora bo'lmaydi. Kelib ketadigan o'tkinchi dunyoni matohiga siqilavermaydi. Hayotini dunyoni arzimagan matohiga sarf qilib Allohning rizosi degan niyatni, himmatni, maqsadni oldiga qo'ygan bo'lsa, bu yoqdagi narsalarga parvo qilmaydi. Oliy himmat nima ekan? Oliy maqsadni oldiga qo'yishlik. Allohdan uzoqlashganingiz sari pastlab borasiz. Binobarin ko'radigan doirangiz ham torayib boradi, yerga tushganingizdan keyin oldingizdagi narsadan boshqa narsani ko'rmay qo'yasiz. Himmati oliy bo'lmagan insonning g'ami nima? Uyim, joyim, pulim, qornim, huzur halovatim. Holim yaxshi. Boshqalardan ishim nima? Mana shu himmatsiz odamning ishi. Ko'chani boshida aroq sotyapti. Menga nima? Menga tegmayapti-yu. Mana shu himmati yo'q odam bo'ladi. Qo'shini namozga chiqmayapti, taravaga chiqmayapti, qo'shini jumaga chiqmayapti. Menga nima? O'zim yaxshiman-ku. Yo'q, oliy himmat unaqadan bo'lmaydi. Yaxshi gapiradi. Jumadan avval olib borib yur, ikkita somsa beraman deydi, to'g'ri masjidga olib keladi. Yo'lini qiladi shu jumaga olib kelishlikka. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Zar G'afforiy roziyallohu anhudan rivoyatda, "Inni ara ma la tarawun va asma'u ma la tasma'un." Men deyaptilar Rasululloh, sizlar ko'rmagan narsani ko'raman, sizlar eshitmagan narsani eshitaman. Nima uchun? Chunki u zot oliy himmat egasi. Yer yuzida bo'lishi mumkin bo'lgan eng oliy himmatning egasi. U zot sollallohu alayhi vasallam Allohni rozi qilishlik maqsadi. Bitta maqsad shu. Shuning uchun Alloh taolo bu bandaga boshqalarga bildirmagan, boshqalarga ko'rsatmagan, boshqalarga eshittirmagan narsani eshittirdi. Aytayapti-ku, sizlar ko'rmagan narsani ko'raman, sizlar eshitmagan narsani eshitaman. Himmati oliy bo'lgan inson qanaqa bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifga chiqib, toshbo'ron bo'lib qaytdilar. Toshbo'ron qilishdi, xorlashdi. Qurayshning sayyidiga shunaqa muomala qilishdi. Rahmatan lil alamin bo'lgan payg'ambarga shunaqa muomala qilishdi. U zot sollallohu alayhi vasallam parvo qilmayaptilar. Ularni qarg'ash, ulardan xafa bo'lish emas, aksincha aytayaptilarki, Allohumma hdi qavmi innahum la ya'lamun. Parvardigor, qavmimni kechirgin. Bular nima qilayotganini bilishmayapti. Agar siz himmatingiz oliy bo'lsa, Allohning nazdida hurmatingiz baland bo'lsa, yomon ko'rmaysiz, rahmingiz keladi. Payg'ambarimiz toshbo'ron qilganlarni, toshbo'ron qilgan mushriklarni payg'ambarimiz qarg'amasdan Parvardigor qavmim deyapti.
Arabida ular, qavmim ularni kechirgin, zero ular nima qilayotganini bilmayapti. O'zingiz bilib qo'ying, qaysi maqomdasiz? Yomon ko'ryapsizlarmi fosiq fojir yurganlarda yoki rahmiylar kelyaptimi? Agar faqat yomon ko'rayotgan bo'lsak, hali biz ancha past darajada ekanmiz. Endi rahmimiz kelishni boshlaganda, demak ko'tarilgan bo'lamiz. Har bitta mahluqqa nisbatan qalbingda shafqatni his qilmayotgan bo'lsang, bilginki bu yomon martaba. Ilhom. Bu xos fahm, xos farosat. Ilhom. Nima bu? Ilhom xolis qilingan ibodatning mevasi. Ilhom nima? Ilhom Alloh bilan sodiq bo'lganingning mevasi. Birodarlar, Allohning kitobini anglashlik ulug' ne'mat. Oyatlarini haqiqatini tushunishlik, sahih dalolatini bilishlik bu ulug' in'om. Man amila bima alima awrasahullohu ilma ma lam ya'lam. Kim bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh unga u bilmagan narsalarning ilmini ato qiladi. Mana shu darsimizni va bundan keyingi ko'p darslarimizning birodarlar mavzusi mana shu hadis atrofida. Bilgan ilmimizga amal qilib olaylik-da, Alloh taolo qolgan biz bilmayotgan narsalarni o'rgatadi. Agar inson jasadi harom luqmadan pokiza bo'lmasa, qalbi gina kudrat, shunga o'xshagan qalb kasallardan omonda bo'lmasa, qalbida haloyiqqa nasihat, shafqat bo'lmasa, riyozat bo'lmasa, xolis ibodat bo'lmasa, bu ilmdan umidvor bo'lmasin. Oshkor ilmni o'rganamiz, halol haromni o'rganamiz, unga amal qilamiz va biz hozir aytgan narsalarni qo'shamiz, shunda siz bilan bizga Alloh taolo ana shu ilmini ato qiladi. Basira. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Qul hadihi sabili ad'u ila Allohi ala basiratin." Ey Muhammad alayhisalom ayting, mana shu islom, mening yo'lim. Allohga da'vat qilaman basiratga ko'ra. Basira nima? Kimdir Allohning diniga shu basirasiz da'vat qilayotgan bo'lsa, mana shu oyatning nassiga, dalolatiga ko'ra bunday odam Rasulullohga tobe emasligi ma'lum bo'ladi. Basira nima? Basira murod maqsadni anglashlik. Bu borliqdagi vujudimizning daqiq falsafasini bilishlik. Basira nima? Hayotning haqiqatini bilishlik. Basira nima? Insonning bu hayotga kelishlik sirini bilishlik. Basira nima? Koinot, hayot va inson haqidagi haqiqatni bilishing. Basira nima? Qayerdan kelding, qayerga ketasan, dunyo hayotidagi eng katta yutuq nima? Shuni bilishing. Sen dunyoda qilishing mumkin bo'lgan eng katta yaxshilik nima? Mana shu basironi nimaligini tushunishliging. Dinga da'vat qilyapti, dinda orqadagi maqsadini tushunmaydi, hikmatini tushunmaydi, dinga da'vat qilaveradi va uning da'vati teskari natijani berib turaveradi. Mana shu dinni orqasida ko'zlangan maqsadni, hikmatni tushunishlik birodarlar nima deylar ekan? Basira deylar ekan. Hikmat. Hikmat haqida shoshilmasdan fikr qilishimiz kerak. Astagfirullah, yu'til hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira. Alloh taolo hikmatni o'zi xohlagan bandaga ato qiladi. Endi Alloh kimga shu hikmatni ato qilgan bo'lsa, juda ham katta xayriyatni, juda ham katta yaxshilikni beribdi. Hikmat Qur'onda ikki xil keladi. Mufrad alohida holatda keladi va kitob so'ziga ulanib keladi. Agar hikmat so'zi alohida kelsa, uni ma'nosi bir xil. Agar hikmat so'zi kitob so'ziga ulanib kelsa, ma'nosi yana bir xil. Agar hikmat so'zi alohida kelsa, u nubuvvat ma'nosida bo'ladi. Ibn Abbos aytadi, Qur'on ilmi, uning nosihi va mansuhi, muhkami mutashobihi, avvali keyini, haloli va haromi, shunga o'xshash narsalar hikmat deydi. Zahok aytadi, hikmat Qur'on va uni fahmlash. Mujohid aytadi, hikmat Qur'on, ilm va fiqh. Ayrim ulamolar aytadi, hikmat so'z va amaldagi to'g'rilik, savob. Yana aytiladi, hikmat nima? Har bitta narsaning ma'nosini va uni haqiqatini tushunishlik. Hasan aytadi, hikmat
dinda qo'rquvchi bo'lishga olib boradigan narsa. Agar hikmat so'zi kitob so'zi bilan birga kelgan bo'lsa, bu o'rinda sunnatni bildiradi. Yuallimuhumul kitaba val hikma. Ularga kitobni va hikmatni o'rgatadi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning asosiy vazifasi odamlarga ular uchun nozil bo'lgan narsani bayon qilib berishlik. Hikmat haqida aytilgan eng go'zal ta'riflardan biri Imom Mujohidning so'zi bo'ladi. Hikmat nima? Hikmat haqni tanish va unga amal qilish. Haqni tanish va unga amal qilish. Shu odam hikmatli odam, shu odam hakim odam bo'ladi. Chunki inson haqni tanib turib amal qilmayotgan bo'lishi mumkin-da. Yoki bo'lmasam haqni tanimadi, lekin amal qilyapman deb o'ylaydi. Siz hakimmisiz? Sizda hikmat bormi? Ikkita narsa bo'lish kerak. Haqni taning va unga amal qiling. Hikmat ikki xil bo'ladi. Ilmiy hikmat, amaliy hikmat. Ishlarning botiniga qarash, oqibatini ko'rish, satrlar orasini anglash, dalolatlarni tushunishlik, maqsadni anglash, natijalarni bilish bu ilmiy hikmat. Ana shu ishlarni botiniga qarash, oqibatini ko'rish, satrlar orasidagi narsani anglash, dalolatini tushunish, maqsadni bilish, natijalardan xabardor bo'lish. Amaliy hikmat nima? Har bir narsani o'zini o'rniga qo'yish, o'zining hajmiga qo'yish, qo'shmasdan, oshirmasdan, kamaytirmasdan, shoshiltirmasdan, kechiktirmasdan vaqtida qilish. Hikmat kerakli ishni chiroyli suratda vaqtida bajarishga aytiladi. Kerakli ishni, hamma ishni emas, kerakli ishni chiroyli suratda, eplama emas, chiroyli suratda va har qachon emas, vaqtida bajarish. Hattoki birodarlar, o'rganilgan har bitta narsani aytaverish ham hikmatsizlik. Nima degani bu? Kitobda o'qidingiz, ilmdan xabardor bo'ldingiz, ammo bu qavm ko'tara olmaydi uni hozir. Uni aytib bo'lmaydi. O'qigan, o'rgangan ilmingizni hammasini gapiraverish ham hikmat emas, chunki bir majlis bor, A'ni ko'tara olmaydi. Ikkinchi majlis bor, B'ni ko'tara olmaydi. Aytdik-ku, da'vatdagi hikmat kimga, nimani, qayerda, qachon, qanday qilib gapirishni bilish da'vatning hikmati. Man talaba shay'a qabla awanihi uqiba bihalmanihi. Mana shu yoshlarga tegishli narsa. Ozgina kitob o'qidik, sal gapirishni o'rgandik, ozgina ilmdan xabardor bo'ldik, 5-10 ta odam orqamizdan erchidi. O'zimizni olim his qilib qoldik. Rahbarlikni, boshliqlikni, shaharni domlasi bo'lishni da'vo qilib qolamiz. Hikmat aytilyapti, kim bir narsani talab qilsa, u narsaning hali vaqti kelmasdan turib, o'sha narsadan mahrum bo'lishlik bilan balolanadi. Hikmat nima? Hikmat kimga, nimani, qayerda, qachon va qanday qilib aytishni bilishlik. Ahmadga falon narsani aytish kerak, ammo Zaydga bu narsani aytib bo'lmaydi. Endi hikmatni qarshisida nima turadi? Hamoqat turadi. Ahmoqlik turadi, tentaklik turadi. Bu darsimizdan ko'zlagan maqsadimiz ilm olinglar deb qo'yishlar emas. Ilmga undab qo'yishgina emas, balki ilmni ziyoda qilishga undash. Yana bilmagan narsang haqidagi ilm hikmat deyiladi. Qarang, nimaga kofirlarni g'arbda hayoti zo'r, musulmonlarni hayoti nochor? Mana buni hikmatini tushunmaysiz. Buni sirrini, hikmatini tushunmaysiz. Orqasidagi hikmatni tushunmaganligingiz uchun siz har yerda o'ylanib, siqilib, bo'g'ilib yurasiz. Shu savolni beradi. Nimaga musulmonlar Allohning aziz bandalari bo'lsa, musulmonlar orqada qoloq desa har yerda innomay qolasiz. Endi qarab turing. Agar sizning nazaringizda bir inson boy badavlat yashayotgan bo'lsa, demak Alloh uni yaxshi ko'rgan bo'ladi. Agar kambag'al bo'lsa, buni aksimi? Agar shunday fikrda turgan bo'lsangiz, sizda ham hikmat yo'q ekan. Chunki Alloh bir bandani yaxshi ko'rganligini belgisi bu dunyo matohi emas. Fir'avnga o'zini zamonidagi eng katta saltanat berildi. Yaxshi ko'ramidi Alloh Fir'avnni? Lekin bu yerda
Qorun Musa alayhisalom qavmidan kofir edi. Eng katta boylikni berdi zamonasiga. Nima? Alloh Qorunni yaxshi ko'ramidi? Yo'q. Ha, endi tushundingiz hikmatni. Alloh dunyoni berganligi shu bandani yaxshi ko'rganligi emas ekan. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga nimani beradi? Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma kazalika najzil muhsinin. Qachonki u balog'atga yetgach, biz unga hikmatni va ilmni ato qildik. Biz muhsin bo'lgan bandalarimizni shunday mukofotlaymiz. Yaxshi ko'rgan bandasiga ilm berar ekan, hikmat berar ekan. Muhsin bo'l, senga ham shu hikmatni Alloh taolo ato qiladi. Chunki qo'lingdagi dunyoing har qancha katta bo'lmasin, birodar, o'lganingda ajraysan. Dunyoing qoladi. Ammo ilm hikmating bo'lsa, ilm va hikmating bo'lsa, o'lganingda ham bu narsa senga asqotadi. Sen bilan qabringga ham kiradi bu ilming, hikmating, oxiratda ham seni yoningda turadi. Eng oliy martaba, birodarlar, ilm martabasi. Alloh taoloni tanishga olib boradigan eng ulug' martaba. Agar Allohni tanigan bo'lsang, sen hamma narsani taniding. Alloh taolo aytadi: "Ya ibn Adam, utlubni tajidni." Ey odam bolasi, meni izla, topasan. Fa idza wajadtani wajadta kulla shay. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topolmasang, hech narsani topolmading. Men senga hamma narsadan ko'ra mahbubroqman. Kim aytayapti buni? Meni topsang hech narsani yo'qotmading. Meni topsang hech narsani yutkizmading. Agar meni topmagan bo'lsang, biror narsaga ega bo'lganing yo'q. Ali ibn Abi Talib aytadi: aqli bor inson o'ylab ko'rsin. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga dunyo matohini bermagan vaqtida Muhammad alayhisalomni Alloh xor qildimi yoki u zotga ikrom ko'rsatdimi? Bermaganda aziz qildimi, xor qildimi? Aziz qildimi? Agar kimdir xor qildi desa, aniq yolg'on gapiribdi. Agar ikrom ko'rsatdi desa, va bu to'g'ri gap. Agar Alloh payg'ambarimizga dunyo matohini bermasdan payg'ambarimizga ikrom ko'rsatdi desa, dunyo matohidan boshqa narsani olmagan odamni Alloh xor qildi degani bo'ladi. Tushundingizmi? Qo'lida dunyo matohidan boshqa hech narsa yo'q, na iymon bor, na solih amali bor. Agar faqat dunyo matohi qo'lida turib boshqa hech narsasi bo'lmasa, Alloh shu bandani nima qildi? Alloh bu bandani xor qildi. Muhammad alayhisalom 25 yoshida o'zidan 15 yosh katta bo'lgan Xadicha onamizga uylandi. 25 yil hayot kechirdi mana shu onamiz bilan. Payg'ambarimiz boy emas edi. Uyi kichkina, dunyo matohi yo'q. Lekin maqsad u dunyo matohi emas edi-da, o'shuning uchun saodatli edi u zot sallallohu alayhi vasallam. Dunyoga kelishdagi asosiy maqsadni anglash kerak, birodarlar. Asosiy hikmat shu. Allohni topgan banda nimani yo'qotibdi? Allohni topmagan banda nimani topibdi? Bechora dunyo ahllari dunyoga kelib ketishdi, lekin dunyodagi eng shirin narsani, eng go'zal narsani totishmadi, bilishmadi. Nima edi u? Allohni tanishidi, unga oshiq bo'lishidi, unga intilishidi. Birodarlar, bu darsimizda faqatgina ilm olinglar demoqchi emasmiz. Aytmoqchi bo'lganimiz, ilmni ziyoda qiling. Jannat eshiklari ochiq. Unga harakat qilgan odamlar uchun u eshik ochiq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ishtaqtu li ahbabi." Ahboblarimni, ya'ni qalbimga mahbub bo'lgan ummatlarimni ko'rishlikka mushtoq bo'ldim dedilar. Sahobalar: "Avalasna ahbabuka?" Axir biz sizni qalbingizga mahbub bo'lgan odamlar emasmizmi? Biz sizni habiblaringiz emasmizmi? Rasululloh aytdilar: "La, antum ashabi." Sizlar meni ashoblarimsizlar, ham suhbatlarimsizlar. Ahbabi unasun ya'tuna fi oxiriz zaman. Mening mahbublarim, mening ahboblarim oxir zamonda kelishadi. Al-qobidu minhum ala dinihi ka qobidi ala jamr. Ulardan dinini mahkam ushlagan odam xuddi cho'g'ni ushlagan odamdek bo'lib qoladi. Ajruhum ka ajri 70. Ularning ajri 70 ta odamning ajrichalik bo'ladi. Sahobalar: ularning 70 tasining ajri bizni bittamizning ajrimizchalik bo'ladimi?
yoki ularning bittasini ajri bizni sahobalarning 70 tamiz ajrimizchalik bo'ladimi deganida, ularning bittasining ajri sizlarning 70 talarda ajri bilan teng bo'ladi dedi. Nimaga? Nimaga deb so'rash sahobalar. Aytdilarki, li'annakum tajiduna alal khayri mi'wanan va la yajidun. Chunki sizlar haqni ustida yordamchilar bor. Men turibman sizlarga yordamchi bo'lib haqni ustida. Ular haqni ustida turganida ularga yordamchi bo'lmaydi. Men vafot etgan bo'laman dedi. Ana shu uzotning ahboblaridan bo'lishiga Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Bu narsa birodarlar faqatgina ilm yo'li bilan bo'ladi. Ilm yo'li bilan bo'ladi, ilm yo'li bilan bo'ladi. Ilmimiz qancha ko'paygan sari, basiratni, hikmatni tushunganimiz sari, Parvardigorimizga darajamiz ko'tarilib yaqin bo'lganimiz sari himmatimiz oliy bo'ladi. Va boshqalar ko'rmagan narsani ko'ramiz. Boshqalar tushunmagan narsani tushunamiz. Boshqalarga Alloh bildirmagan narsalarni bilamiz.